Bugun ilk yapman sababi nima deydi, bu olmakamning akkaunti yozib qo'yganlar-da, endi nima qilay. Xullas, bugun nima deydi, FC Mobile o'ynayman. Bu meni juda ham yoqadi. Men hozir sizlarga o'zim komandani ko'rsataman. Mana Real Madrid. Mana shunaqa komandalarim mavjud. Mana buni o'rniga Yashin qo'ymoqchi edim. Yashinni topa olmadim. Shu sababli Yashin qo'ymadim. Mbappe mavjud. Bu ham mavjud. Vinicius. Mana shu ikkalasi haqiqiy Realdan, mana Courtois ham haqiqiy Realdan. Bunaqa bo'lmaydi. Ha, bo'lmaydi. Xo'sh. Yana akacha hozir futbol o'ynaymiz. Mana uni qilsam, keyin World Gaming. Connect bas. 2 marta bos. Bu menga qiziq emas, to'g'rimi? Akachi kimga qaysi futbol turi yoqadi? 2026-futbol turidan boshqa hammasini aytishingiz mumkin. Menda DLC 26 ham bor. Lekin uni o'ynamayman, chunki DLC 26 menga umuman yoqmaydi. Seriously hamda DLC 26 nima kerak? Yo'qolib tar bo'lmaydi. Panama. Voy, yaxshi. 60-daqiqa 2-0. Wait, what? Arda Vinicius. Mbappe yo'q. Qaytarib qo'ydi. Lekin kuchli ananya o'xshaydi. Bo'ldi. Kim edi bu? Mbappe bo'lsa kerak. Men shuni bilib qoldimki, Saliba Sabina. Vah. Nima qiladi bu? Ha, Mbappe deyapman. 3-0. Aksincha kim FC Mobile'dan Mbappeni ochgan bo'lsa, like, commentga go. Men juda ham qiyin o'yinga o'xshaydi deyman. Qachtaraydi. Tuahim. Qayerda? RV da turgan. Courtoisga onaga yaxshi vaziyat bo'lmoqda. Yaxshi. Yo'q, yo'qol. Vinicius. Bilet. Nima sukun oldi. Lekin Omoxonni taniganlar, sizlar kim bilsa Omoxonni, o'sha Omoxon Darketni 3-qismini chiqardi. Menga juda ham yoqdi. Qo'rqinchli. Kimga yoqqan bo'lsa like. Omoxonni tanimaganlar Omonxon deb yozib ko'ring. Ko'rasiz uni videolarini. O'zbekistondagi eng ko'p obunachilik odam. 2 million obunachiga ega. 2 millionni o'shatyapti. Voy, ikkita dahshat vaziyat bu. Artefaktni ham taniganlar bormi? Menga artefakt ko'proq yoq. Birinchi Omoxondan oldin artefaktni bilganman. Omoxondan keyin anonya Mbappega. Voy, nima upside? Offside degan. Buzibman. Qoida buzildi, qoida. Offside bo'lyapti vaqtda. Yaqin kelganda doim
Sizlarda ham ofsayd qo'yinglarmi? O'rtaga juda ham yaqin kelganingda. Men shu ofsayd hech tushunmadim do'stlar. Seriyozno aytyapman. Hech shu ofsayd nimadan bo'lishini bilmayman. Aytgancha bu videodan olingan nima deydi? Bu videodan kadr orqasidan men deraza 26 ga kirib o'ynardim. Bir 7-0 ga yutdim. Lekin bitta yomon tarafi qarang, happaga olib ketyapman, Varta olib qo'ydi, qo'lidan chiqib ketdi Vartadan, happak bilan gol urdim. Yaxshi chiqdi. Karta ber. Ochishga karta ber, ochishga. Berma. Bo'lmasam biz o'zimiz gameplaydan chiqamiz. Endi bitta karta ochaymi? Давай. Draft. Ochar ekanman. Hozir Ronaldoning qidiraychi. Chata yo'q qolsay. Yo'q ekanmanda, yo'q ekan. Yo'q. Shuni qayerdan olsa bo'lgan? Men oxirgi marta o'yinda yutib oldim. Xullas, şeyda videoni tugatamiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Iltimos, biz ham ozgina Umarxonga o'xshab, Artefaktga o'xshab yaxshigina kanalga bo'laylik obunachilarga. Sizlarga eng katta iltimosim shu. Yana kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammaga xayr. Aka, men bitta O'zbekistonda qo'shig'i chiqayku, ya'ni Olg'a O'zbekiston degan Portugaliyada Ronaldo bordir, uni taqdir Abduqodir degan qo'shiq bor-ku, reklama chiqadi. Mana shuni qo'ygandim, bloklanib qoldi. Keyin o'chirib taylam. Hammaga xayr, xullas, bu juda ham yaxshi